ko'katlar, gruzinskiy spetsiya kerak bo'ladi. Mazali chiqish uchun o'zimizdan mehr qo'shamiz, albatta. Boshlab olamiz esa. Buning uchun bizga kerak bo'lgan oliy namli un 1 kilo. Kimdir makfa ishlatadi, kimdir doniy non, kimdir oltin non. Biz albatta doniy non ishlatamiz. Bu Qozog'istonning oliy namli uni. Keyin filtrdan chiqarilgan yaxshi suv, toza suv. Buni 1 kilo unga 350 gram, 400 gramcha suv ketadi. Xamirga 1 qoshiq osh tuzi ketadi, maydalangani. Maydalangani yiliga bo'lmaydi. Unda boshladik. Bismillah. Xamirimiz yaxshi chiqishi uchun yaxshilab qorishtirishimiz kerak. Kamoshkasi qolib ketmashi kerak. Kuyayverasizlar. Qaysi un ko'proq suv ko'taradi, qaysi un kamroq suv qoladi o'ziga. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Ozgina dam olish qo'yib qo'yamiz. Bizga farshga kerak bo'ladi. 1 kilo mol go'shti, laxm go'shti va 200 gram mol yog'i kerak bo'ladi. Bunda farsh qilishni boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi 1 kilo mol go'shti, laxm joyidan 200 gram mol yog'i, kinza. Biz kinza eng foydali narsasi. Chunki bunda vitamin, mineral ozuqalar juda ko'p. Bizga kerak bo'ladi garmdori. Ko'p svejiy garmdori kerak bo'ladi. Keyin chesnok. Chesnok bu har qanday immunitetni ko'taradigan narsa, bu chesnok bo'ladi. Bizga qizil piyoz. Bu qizil piyoz mazasi yaxshi. Keyin xinkarini boyitib vkus qilib, sochni qo'yadigan narsa shu bo'ladi. Kesib olamiz buni. Bir kilo xinkaliga 200 gram piyoz yetarlicha bo'ladi. Keyin ko'k bolg'ar qalampirdan qo'shiladi. Bu mazasi yanada boshqacharoq bo'ladi. Chiqarib olamiz. Kimdir hozir 21-chasi hamma uyda kuxonli kombayn bo'ladi, kichkinaga mesorobka bo'lsa ham o'shani chiqarib olsa bo'ladi. Mesorobkani chiqarib olishni boshlaymiz. Tuz, koriander, maydalangan garmdori, qora murch, kondari, gruzinskiy va xmeli suneli. Endi qo'shishni boshlaymiz. Biz bu yerda farshimiz 1 kilo farshga qilyapmiz. 20 gram tuz ketadi. Bu degani bir katta choy qoshiqda bitta koriander, maydalangan koriander. Maydalangan garmdori, qora murch, kondari, korzinka topsa bo'ladi. Gruzinskiy xmeli suneli. Bir qoshiq. Kerak bo'ladi, suv kerak bo'ladi, ichimlik suvi. 1 litr suv kerak bo'ladi. Kalimiz sochni chiqish uchun. Keyin aralashtiramiz buni. Tayyor. Xamirimizni yana ishlab beramiz ozgina. Xamirimizni kolbasa holatiga keltirib oldik. Endi buni 50 gramdan kesib olamiz.
Tayyor bo'ldi. Endi keyingi etapga o'tamiz. Keyingi tug'ishga. Keyingi tug'ishni boshlaymiz. Unda keyingi tug'ilish jarayoni ko'tarib olamiz. Buni ustiga chiqaramiz. Buni olib kelamiz, yana buni bosamiz.